Yaxshimi bolalar, men Sardar, hammanglarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Asli bunda to'g'ri so'zlab chiqmaydim men sizlarni bilasizlar. Lekin mush bir ikki ishlarni sizlar bilan bir paranglashib baqay deb chiqib qoldim. Cho'nglar serib o'tib kelsanglar bo'ldi. Mush 2 kun bo'ldi ya o'shqa bir do'stim tuyuqsiz telefon qilibdi. Mush Angliya tursam. Adash bir ishni desam deb, desam bizning bir saboqlashimiz bor, qiz o'zimiz shunda o'rganish yaxshi chiroyli bir yaxshi qiz deydi u. Unda xalaqning ishladim yo'q. Maslahat joyi Urumchida. Kiyimni qamabdiga 10 birlarda qapdimi. Shundan keyin tashqi chiqib taksi to'sanmay qarsak biraz apirib qo'yma degandekmi, biraz uchirmabdi. Shundan keyin bo'ldi. Menib ketaychi, ma'lum mira qolmagan ketib menib Malika qapdi. Shundan keyin ma'lning oldida bir ko'chada menib. Ya birsi gapmi qilmabdi-ku u. Ketib past ishga emas uchirabdi-ku, yiroqroq mangay deb oyoqtimas, oyoqmi, oyoqmi. Shundan keyin gap qilmay o'zini qistab yo'lning yoqisida mangsa kep bikadim bika. Sabab yo'q, bikadim bika. Shu chashni tutib tamliq ustib yaloq qilayotgan gap. Bikadim bika. O'g'avala bilamasang, urush talashdan yiroq tursa hozirgi jamiyatda hammamiz urush talashdan yiroq ketib bo'lgan bolalar. Agar Quvonbek dumban qichib ketgan bo'lsa, faqat bo'lolmay birin qichib. Nurg'un shirmat akaklar var yo'lda. Birisini bir oldiga bir shaplaq etib baqa. Hamda bu yerda nima demoqchi deganda, bo'p bo'lgan ishni o'zgartirib olmaydi, menmi o'tgan ishga sizlarga og'zimni buzib, kayfiyatimni buzib qo'ydim, kechiringlar bolalar. Nima demoqchi deganda shu. Hozir mushu biz maslahat joy, вечерка, tug'ilgan kun, alay-balay ishlarni yomon kiyim boshlaydigan bo'lib qoldik. Biz hep oldirib boshlagan bo'lsak, bolalarimiz sizlarga ishga tushgan men oldinlar deyishman, lekin shunda bir demoqchi-da hamda. Shu biz hammamiz biz o'zaro isil bolalar bo'lganlar, ashta lanetlar bor aramizda. Qizlar keyin qilib qilib mashina chiqmay qilib qolsa, ashta yo'l tutib olib, ashta urdiganlar va hammamizning yuriga etishdi, yig'laydi, qon yig'laydi. Amal yo'q qoldiki, ash qiz bo'lmi shunda chiroyli modulgan qiz ya shu. Chiroyini cho'p qapti. Amal yo'q, buni qanday bo'ladi hamda? Oilasi yig'laydi, o'zi yig'laydi, yaxshi ko'rgan mabudati u yig'laydi. Jenchik deb o'ttirib olsam kerak, topa oldimi, topolmaydi. Ashtaga. Aniki so'z degan keyin bir ish bor, uni so'zlashib sizlar bilan paranglashib o'tay bolalar. Bir hafta bo'ldimi o'shqimi bir Guade bir narsa keldi endi mening o'yishimga. Qarasam, mo'jizadagi bir shopping keslarmi ko'rdinglar yaqin. Taqtib o qizning alaqib do'yinsini tepib chiqarib qilib ketibsizlar. Nima foydasi emasdan gashmi? Men bir munda bilib baqim kelib ketdi bolalar. Men bir psixik olim menda o'zim islar emas, menda lekin mening kallamdan o'tgan yer va meni qat'iy xato tushunmanglar bolalar. Nima foydasi emasdan ash qiz masalan, mayli u bir kuchug'i ketgan qiz bo'lsin. Mayli asli yaxshi qiz ash bir kun ichib sog'anlik sababidan yoki birisi do'rsavotganlik sababidan ichgan narsaga shunda sababdan bo'lsin. Uni tepibsizlar, do'yinsini bizga ko'rsatib, tatib taxuni bizga yo'llab taqib qilganing nima foydasi? Nima biraz pul 100 ko'p pul verdim ya 4 ko'ylak matang verdim. Bu ishni deb kelsak, yana sizlarga bir hikoya deb beraman bolalar. Mush men Tayvanda o'qigan vaqtimda mening Jo'bachi degan bir do'stim bor. Jo'gan deyiladi. Yaqinda buning bilan ko'nglim paranglashib turib o'tirdik. Buning bilan paranglashib bir o'tirib olgan vaqtda men bundan so'ragan, "Adash, men mush anglasam mush Jo'ganlarda qizlarning ichib atgan narsaga bir narsa sevitish ishlari bek avib ketdi deydi. Endi men o'z ko'zim bilan ko'rib boqmagan. Bu ishlar mendan bek yiroqdek his qilatdim, kinolarda bor." Bu işler sen Jogan'ın lavabayını sıvap açentayla otlağın ki adette köremsem işte işlerini desem meke aldı diye nıqbasam sanap bədi cuma ben qasam qilib biray vallah sanap bədi acozunu gördüm o acozga 10 minut burun sevatqan macozunu gördüm bunuga bar 5 minut burun sevatqan ba qiz sigilti ketgan vaqt menda avib ketgan ishga bu buning men qanda debmi sordum buni qandaligini mislak deb biray bu hozir unda dorilar taraqqiy qilib hozir uni daringizga sizning ichgan narsangizga sevitib qo'yib qolsa siz hargiz o'liq burunqi kinolardagidek 5ingiz qo'yib keyingizga gup munaydek yatmaysiz ekan uningda hargiz ichgandan keyin u aroq texim ichdik 5ingizga chiqqandek bo'ldi ekan shundan keyin hormonlaringiz qo'zg'aldi ekan shuning bilan uyab bag'ingiz kelib qoldi ekan shundan keyin ba'zan ishlarni ichdik unutib ketadigan bo'lib qolasiz ekan shundan keyin siz qopib o'rningizdan oqshom aroq kallamga bek chiqib salbek hormonim qo'zg'alib ketibdi-da shunga bugun mehmon saroydan qopibdi-manda deb qopib ketdi ekansiz bu endi ko'chig'i ketgan qizlar uchun bular endi eshima desakmi bo'ldi-ku, lekin masalan paks qizlar uchun bunday ishi bir bo'lib qolsa, bo'ldigan ishlar ekan bu deb, ash qizlarni ko'chig'i chiqarayotganlarmi, shu dur ekansiz, uning yeb qog'ningizni bilanmay, oqshom ajab noch o'ynabdi, mana deb qoldi ekansiz shu. Mushta ishga u do'stimningmi o'zi qiz do'sti qashda do'ri sevitib, chang-jang qilib bu qiz o'zi bilib qolib, o'zini o'ttirib olib, keyindan u do'stim o'zini o'ttirib olib, shu Tayvanda vaqtda o'ylab qolgan. Shu qizni shopping tatib yo'llashib bir-biringizlarga sharmanda qilyapsizlar. Men bo'ldigan ishim bo'lib qoldim. Burunqi bolalar bilan hozirgi bolalarni bejo qilg'im yo'q, lekin bir azroq ishni deb beraysizlarga. Mushu biz cho'jun o'qiydigan vaqtlar bir 2012 atrofidagi vaqtlar. Shu vaqtlarda bizdan sal cho'ngroq bolalar, masalan, yo'l bo'yida bir o'g'avalning yo bir qizvalninki o'zidan kichikroq yo. Masalan, chimmiga cho'qib ketganini ko'rsa, berib, "Ey, nima ish qilyapsan?" deb kashqurlarda ko'rib qolsa, "Nima ish qilyapsan?" deb maydisini tutib, ya'ni ishtirib qo'yishyapti. Bizlarmi shu kichikimizda muhabbatlashsakmi, qo'l tutib, maqsad qilmabmizlar. Yiroqlardan cho'nglar kelib qolsa, "Ey, cho'nglar o'tayotdi" deb o'zimizning 4-5 yosh cho'ng o'qiganlarni ko'rsakmi, yiroqlardan mang'atdik. Hozircha qiz ashlarni qilib yursa, shopping tatib, bir Jongyangdan kelgan operativdek bir bayqasin rejissordek qilib ashlar shopping tatib bir-birisiga yo'l tushib. Nima foydasi uning u yerda? Bir ashini yo'llaganning o'rnida
Haqiqiy o'zingni menda o'g'avali ko'rgan bo'lsang, berib shu qizni 10 dan tug'izib, o'g'avalni ishtirab turib, ikkisi 5 yig'i ketibdi. İkisini bir 10 koydun pulunu tülep bir taksiga sep qo'ygan bo'lsang, 20 koy pulga boy bo'lib ketmaymiz, yo namrat bo'lib ketmaymiz. Bunda o'zingning ko'nglimi xo'sh bo'lib qoldi, joning tarozi va bir kun birisiga atirgul so'qsang, 10 yildan keyin sen atirgulni uzanmagidek bo'lgan vaqtda yana birisi kelib sang sunudi bu joning tarozi hargiz qilib qolmaydi. Hargiz qilib qolmaydi. Sen ashta haqni tatib olgan bo'l, taqitib ashta sharmanda qilgan bo'l. Mayli u qiz ya meynat ya paks qiz bo'lsin, bu joning tarozi va haqninki sat vaqtini sen tatib chiqargan bo'lsang, sening o'lan bala vaqtingni, go'd yetgan vaqtingni haq tatib yollaydi. Tushundim. Cho'qim esing tutib ol. Noçmez o bek yayrab o'zingni munda chaqlab ketma. U bek noçmez o. Ba'zilaringlar debsizlar. Ko'midingmi kiyib kiyimlarga mashaqt kiyibdi, tasqibdi yupurmoqni qo'ng'i chaplab chiqili deb. To'g'ri ko'rdik kiyimlarni ko'rdik. Uningdimi ba guna. Lekin menda bir yana o'ylab aqli balla. Mushu hozir turlarda do'yinni ko'ryapmiz. Shunda yapinjaq chiroyli kiyimlarni kiyib da chiroyli chiqsa qizlar do'yinga. Qarasanglar shu 20 yo 30 tal zamburib qo'ygan tuqqanlardan bilak odam menda medet vermagan. Maşaqda ki qo'nglimda cheksik to'lg'ab kamchigini unda tishlasa hammalar senni bir shovsan qilib shokolad jinim hayotim umug'im deb yozgan ki shunda bo'ladi shu. Amaliy fuqumga bu o ki adashma shipingrim qara mashaqda ki qo'nglim to'lg'ab chiqqandim xo'li bo'ldi. Ancha g'aval gap qildi, mancha g'aval gap qildi qizlar degan haqning maqtig'iga muhtoj nima o chiroyli deb qo'ysa xo'sh bo'lib ketadi. Yana birisi gap men mashaqda chiqsam meni maqtaydigan o'xshaydi, chiroyli qildigan o'xshaymi deb birisi taqab kaseldek bu ish ashta taqab ketdi. Amal yo'q o ishlarga. Shunga mislar deydiganim ballar. Ashta ishgan narsaga bir narsa shu back olib ketgan ishga hozir backla olib ketgan ham fubian bir ish bo'lib ketibdi. Bundalarni hayvon desakmi hayvonga hamda hurmatsizlik qilgan bo'lib qolganmiz. Bo'lsa hamda bizni birdan bir amal hamda u bu so'rovlar jiq bo'lib qoldi. Hozir uni to'g'ri tushunmasak bo'lmaydi. Hamda biz yoshlar degan o'ynashimiz kerak, jahonning nochini surishimiz kerak ashta payzni. Bo'lsa tashqi chiqib o'ynaganda odam deganning bu dunyoda do'sti ya bir ya bo'lmaydi. O'zinglarning har qancha yaqin do'stinglar bilan birga o'tlagan bo'lsanglarmi, ichib qolgan narsangni yerim qolgan bo'lsa bir tukvetib kelgandan keyin bir istakanlarni qog'ozni bir aytib o'tib, am bir isanglarmi bo'ladi bola. Bak diqqat qiling, hargiz mening do'stimdi, yo meningki yangi paranglashgan bir o'g'il bolam deb, ishini men buni mashtaqu deblar ishinib ketmay bo'z. O'zinglar puxtulinglar. Bu ish bo'lib bo'lgandan keyin o'zgarib kelolmaydi. Ashta o'zinglar bilmay oqsham 5:00 chiqmoq ishlarni qilib saqa o'xshamaydi. Payzgina deb bir ish ko'p. Asta shu g'azinga o'dik men arilib qolgan gap odam degan. Shu o'zimizga puxtulaylik ballar. Endi bakchiq so'zlayapsam, siz shansi bunda open mind emasga, bu funjenga debmi deb ketmanglar ballar. Shunda bir deb chiqmoqchi sal qaynab qoldim, kechiringlar. Oxirida deydiganim hamda uzun gapni qisqasini qilsam. O'zimizningki o'g'allarningki nima deganimni tushundinglar. O'zimizning o'g'allarningki izzatni sizlarmi bir qilsanglar, o'zimizningki qizlarningki hurmatni, izzatni biz o'g'allar o'zimiz qilsak, bo'lmasa hech kim qilmaydi, ashta bo'lib ketadi. Shunda qilsaqka deb so'zlab chiqib qoldim ballar. Hammalarning vaqtini deb qo'ydim. Maqlam, senlarga rahmat mishay ko'rganlarga. Kelar sanda ko'rishaylik. Xo'sh.